Okay, let's go. Bepul o'yinga start berdik o'g'illar. Demak, o'g'illar, opajonlar, eslatib o'tamiz. Bu o'yinda bitta odam bitta bepul bilet olishi mumkin o'g'illar. Masalan uchun bitta o'zingizmi bitta bepul biletni olasiz. Podelitsiya qilganingizga, like bosganingizga, obuna bo'lganingizga bepul biletni oldingizmi? Demak, qo'shimcha bilet olmoqchi bo'lsangiz, bir dona biletimiz 30 ming so'm bo'ladi. Assalomu alaykum o'g'illar, opajonlar, hammangizga omad, albatta hammangizga yaxshi kayfiyatlar. Hozir o'g'illar ko'p. Yangi yil oldi bilan sizlarga bitta yangilik qilmoqchi bo'lyapmiz. O'shaning uchun o'g'illar videoga bittadan like-ni bosib, oxirigacha videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Sababi absolyutna bepul o'yinga start berdik o'g'illar. 0 rubl. Faqat like bosasiz, YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz. Mana shu ko'rib turgan videongizni kamida 10-15 ta odamga podelitsiya qiling. Iloji bo'lsa undan ham ko'proq podelitsiya qilavering, zarari yo'q. Podelitsiya qilasiz. Podelitsiya qilganingizni YouTube'ga, Telegramga obuna bo'lganingizni rasmga olib, bizni mana bu WhatsApp raqamimizga tashlab berasiz. Tamom, siz avtomatik o'yinimiz ishtirokchisiga aylanasiz. O'g'illar, bepul o'yinga unaqa mayda-chuyda narsa qo'ygan yo'q o'g'illar. Bepul o'yinimizga bitta ko'rsatib ko'ring. 1, 2, 3, 4 ta o'g'illar, 4 dona Spark avtomobili. 4 dona Spark avtomobil bilan to'xtab qolmaydi o'g'illar. 4 dona Spark avtomobildan tashqari, xo'p, 100 dona bepul bilet keyingi o'yinimizga. O'g'illar, keyingi o'yinimizga kamida 15 dona avtomobil bilan start beramiz. Pulli o'yin bo'ladi. O'g'illar, hozir bu bepul o'yin. 100 dona bepul bilet yutib olsangiz, kamida o'sha 15 dona bo'ladigan o'yinimizga bepul bilet yutib olib o'yinda qatnashasiz. Undan ham tashqari esa mana bu 4 dona Spark avtomobili. To'g'ri, yillari eskiroq, ozgina nima bo'lishi mumkin? Nima deydi? Sal yillari eskiroq, probegi ko'proq bo'lishi mumkin, lekin xizmatingizni qiladigan, yurib turgan avtomobil. Hammasida metani bor o'g'illar, jertadigan, jorib taylaydigan avtomobillar. O'g'illar, yana bir marta qaytarib aytaman, 0 rubl. Biletimiz absolyutna bepul bo'ladi. O'yinimizda qatnashish uchun o'g'illar shunday kamida 10-15 ta odamga podelitsiya qilib tarqatasiz. YouTube'ga, Telegramga obuna bo'lganingizni rasmga olib, bizni ekrandagi WhatsApp raqamiga tashlab berasiz. Tamom. Shuncha narsa. Hammangizga omad, hammangizga yaxshi kayfiyatlar. Bittadan like-ni bosing, gaziga bosib, o'yinda ishtirok eting. Bepul malaka sizlarga. Hammangizga omad. Demak, o'g'illar, opajonlar, eslatib o'tamiz. Bu o'yinda bitta odam bitta bepul bilet olishi mumkin o'g'illar. Masalan uchun bitta o'zingizmi bitta bepul biletni olasiz. Podelitsiya qilganingizga, like bosganingizga, obuna bo'lganingizga bepul biletni oldingizmi? Demak, qo'shimcha bilet olmoqchi bo'lsangiz, bir dona biletimiz 30 ming so'm bo'ladi. Xohlasangiz bitta biletni oling, bepul o'yinda ishtirok eting. Qo'shimcha bilet olmoqchi bo'lsangiz 30 ming so'mga dona biletni sotib olishingiz mumkin. O'yinimizda jami ishtirokchilarning soni 7 ming dona bo'ladi o'g'illar. Omadlaringizni bersin. Bu bepul o'yin bizning kanalimizga podдержка qilib, like-larni bosib, xo'p, nima deydi, ishonch bildirib keladigan o'g'illarimiz, o'qlarimiz uchun. Hammangizga omad, gaziga bosing, qo'parma qayish qiling.